Assalomu alaykum akalar, tuzimizlar. Mana yana yangi zakazlarimiz bitdi. Namanganga ishimiz bitdi. Kichkinasidan yana o'zimizni bog'lotga kattasidan zakaz bo'ldi, kattasidan bitdi. Orada mana bunaqa рабочий remont ishlarini qilib turamiz. Bir akamiz endi yasaganini aytmaymiz. Bir aka yasatgan ekan, tagini spiralli qilib. Mana shu joyini o'zi, qorayib turgan joyini o'zi ishlab shetida bo'lgan ekan. Bu spirallik bo'lmaydi, mana shu holatda ishlaydi. Biz qo'yib turgan tentliklar mana tagini boshqatdan yasab, shu o'zimiz qilib turgan tentga moslab graduslar bilan qo'yib berdik. Mana shunaqa rabochilarni ham peredelka qilib yangiltirib berishimiz mumkin. Mana bu yerda mana atsinkovkadan bo'lgan zakazimiz. Bu ham to'xtasidan bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Tayyorlab beramiz.